Uyquchi barsik bu. Ertalabdan kechgacha uxlaydi. Miyav demaydi bu, miyav demaydi. Narigi mushugimiz miyav deb fikrini bildiradi. Bu indamay o'tiradi. Buni shu saqal qo'lingizga ushlab, qo'llarini oyoqlariga tegsangiz xishillaydi. Atak unaqa qilmaydi, miyav miyav deb bildirmaydi, reaksiya qilmaydi. Uxlayveradi mana shunaqa qilib. Kechqurun ham uxlaydi, kunduzi ham uxlaydi. Mani kirib o'g'irlab ketsa ham ishi yo'q buni, borku. Uyimizni o'g'ri bosib ketsa ham farqi yo'q bunga. Bu uxlayveradi. Uxlasa bo'ldi bu. Buni opasi yaxshi ko'radi. Har kuni o'padi buni opasi. Har kuni o'padi buni. Ha? Opangizning rosa o'padi. Og'zi ham qolmaydi, burni ham qolmaydi, qulog'i ham qolmaydi, rosa o'padi. Opasi buni rosa yaxshi ko'radi-da. Ertalab bilan kechqurun yaxshi ko'radi. 5 minutdan opasi. O'padi, quchoqlaydi, ketadi. Ovqatini olib kelib berishadi faqat. Ovqat tugasa. Boshqa payt kuni menga qoladi bularni. Ovqatini solaman, suvini solaman, ha? Anusini massaj qilaman. Bunisi oldimda o'tiradi, bunisini boshini uqalayman, ha? Adasi bo'lsa, bularni qumni almashtirib qo'yadi, adasi. Kuninglar bizaga qoladi. Bilib olinglar shuni.